Ko'p ota-onalar bizga savol berishadi. Bizlar reabilitatsiya olyapmiz, lekin natijasini ko'rmayapmiz. Nega? Aslida bunga eng katta sabab to'g'ri yondashilmaslik. Ba'zi joylarda faqatgina massaj qilishadi, lekin bu yetarli emas. Massaj mushaklarni bo'shashtiradi, lekin uni mustahkamlamaydi. Yana bir xato, bolaga umumiy mashqlar berishadi, lekin har bir bola o'ziga xos. Kimdadir mushaklari kuchsiz, yana kimdadir suyaklari rivojlanishi sust, boshqasida esa nerv tizimida muammosi bor. Ba'zi hollarda ota-onalar mashqlarni uyda davom ettirishmaydi, lekin reabilitatsiyani faqatgina markazda emas, uyda ham olib borilishi shart. Demak, reabilitatsiyani kompleks ravishda olib borish kerak. Mushaklarni bo'shashtirish, kuchaytirish, bo'g'imlarni to'g'ri yo'naltirish, nerv tizimini qo'llab-quvvatlash va albatta ota-onani ham o'rgatish kerak. Shunda natija bo'ladi. Agar farzandingiz uchun reabilitatsiya haqida ko'proq ma'lumotlarni olishni xohlasangiz, bizni sahifamizni kuzatib boring. Bu yerda siz har kuni foydali va amaliy mashqlarni olishingiz mumkin.